İşte boshladik ya, qani. Shogird chamadonni olib kelingchi. Xo'p. Yi, perchatkam qani? Labingda balbar, ko'zingda xalbar, yuragingda etgan kulga joy bar. Yuzingda aybar, tengsasiz chiraybar, ishqing. Bo'ldi, endi chalg'iymiz. Xudo xolasa o'zimizni chiroyli obzorlarimizga o'tamiz. Shkaf manejlarimiz aksiyaga qo'yganmiz. Inshaalloh videoda to'liq kuzatib boringlar. Narxlarni aytib o'tamiz. Bir chekidan tushuntirib beraman. Bularimiz high-tech uslubida qilingan tilla fasonimiz. Bunisi cappuccinoga молочный kombinatsiya bo'lgan. Bu 100% молочныйli kromkalari tilla holatda. Bunimiz 3 talik nabor, tumbichka, lulkasi, taydek kravat, shkafini ham ko'rsatamiz. Ichida bortigi bo'ladi, pashxonalari bo'ladi. Oldidagi panjarasi tepa pastga ko'tarilib tushib chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Masalan, ayollarimizga bolani tepadan pastga olib qo'yishga osonroq, udobniyroq qilingan. Tumbamizni bitta tortmasi eshigidan iborat. Taydek kravatimizda 3 ta tortmasi bor. Buni ko'rib turibsizlar, razmerlarga keladigan bo'lsa, eniga 1.70 lik, yonboshi 65 sm bo'ladi. Bunimiz xuddi shu ko'rinishda, ichida bortik pashonalari qo'shimcha bo'ladi. Xo'p, bu yerda shkaflarga o'tadigan bo'lsa, shkaflarimizni ikki qanotning ichi vishilkali bo'ladi. Ikki qator vishilka bo'ladi. Bitta qanotimiz ichida polka bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Osha-moshalari davodchi holatda. Tayda ikkita tortmasi bor. High-tech uslubida qilingan. Xo'p, bunimiz ham xuddi komplektimizni, manejlarimiz komplektida oldi молочныйga, yonboshlari cappuccino kombinatsiya bo'lgan. Bunimiz 100% молочныйлigi. Xo'p, bunimiz razmerlariga keladigan bo'lsa, eniga 1.20 lik, balandligi qoshi bilan qo'shiladigan holatiga 1.95 atrofida bo'ladi, yonboshi 40 sm lik. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab pastda nomerlar qoldiramiz. Tushunmagan joylarni telefon qilib aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumotni beramiz, yana tushunmagan joylarni.